Musobaqada 5 ta jamoadan iborat o'quvchilar qatnashmoqda. Quyidagi o'quvchilar, guruh, o'qituvchilar jadvallari berilgan. Mana yuqori qismiga qaraydigan bo'lsak, har bitta jadval nomi yozilgan. Mana bu yerda mana o'quvchilar jadvali berilgan. Bunda guruh jadvali berilgan va mana bu yerda 3-chi jadval o'qituvchilar jadvali. Va savol qo'yilyapti. Ushbu so'rov bajarilgach, ya'ni mana pastdagi so'rov bajarilgach, chiqadigan natijadagi o'quvchilarning qaysi fanlardan musobaqada ishtirok etayotgani, ya'ni o'quvchi fani maydonidagi natijani toping deyapti. Ya'ni nechta so'rov natijasi hosil bo'ladi, shuni aniqlashimiz kerak. Bu yerda mana bu yerda o'ng tomonda bizga sxema berilgan, ya'ni bu yerda bog'lanish sxemasi, ya'ni ko'pga ko'p bog'lanish berilgan bu yerda. Va mana jadval nomlari bor. Mana yuqorisidagi o'qituvchilar degan bu jadval nomi. Demak, bu yerdagi o'qituvchi bilan mos tushadi. Yoki keyingisi mana bu yerda guruh berilgan. Demak, bu guruh jadvali bilan mos tushadi. Yoki o'quvchilar deb nom berilgan, bu o'quvchilar jadvali bilan mos tushadi. Va o'zaro bog'langan. Bog'langaniga e'tibor bersak, mana o'qituvchilar ID'si bilan guruhni o'qituvchi ustuni maydoni bog'langan o'zaro. Va guruhni ID'si bilan demak bu yerda o'quvchilarni guruh ID degan maydoni bog'langan ekan. Va pastda so'rov berilgan. Mana so'rovda bizga kriteriya qatorida informatika, ya'ni bu fani ustuni bo'yicha o'qituvchilar jadvalidan informatika bo'lishi kerak va o'qituvchilar jadvaldan toifasi oliy bo'lishi kerak. Bir qatorda bo'lgani uchun bular ikkalasi ham va, ya'ni bir vaqtda bo'lishi kerak. Agar buning ostida bittasi ham takma-tak bo'ladigan bo'lsa, yoki bo'ladi. Ya'ni kamida bittasi bajarilsa ham bo'ladi. Hozir bunday shartda, ya'ni o'qituvchilar jadvaldan qaraymiz. O'qituvchilar jadvalidagi fani va toifasi aynan informatika va oliylar nechta? Mana o'qituvchilar jadvali 3-inchisi aynan nechta shu informatika oliy? Mana birinchisi bo'ladi. Birinchi qator, ya'ni mana bu Xurramov Elbekni olish mumkin. Keyingisi bizda mana informatika bor, birinchi bo'lmaydi, yo'q oliy bor, fizika. Boshqa bu yerda yo'q. Mana bu yerda birorta jadval, ya'ni birorta qator bizni shartni qanoatlantiradi. Faqat bitta o'qituvchi ID'si shu shartni qanoatlantiryapti. Birinchi ID'dagi o'qituvchi. Endi e'tibor bersak, mana bu yerda mana o'qituvchilardagi jadvalidagi ID maydoni, mana shu ID, mana o'qituvchilar ID'si guruhning o'qituvchilar ustuni bilan bog'langan. Ya'ni bu degani mana bu yerdagi ID mana bu yerdagi maydon bilan o'zaro bog'langan. Va bu degani o'qituvchilardagi mana bu yerdagi raqamlar mana bu yerda keltirilgan o'qituvchilarning ID tartib raqamlari hisoblanadi. Ya'ni bir degani mana bu Xurramov Elbek, masalan, jamoasi algoritm. 3 degani misol uchun Jafarov Sulton, dasturchi jamoasiga rahbar. 6 degani masalan Quliyeva Yayra, intellekt o'sha guruhi rahbari. 5 masalan bu yerda Hasanov Rahim, kompyuter nomli jamoa rahbari, yoki 4 bu yerdagi Mahmudova Sevara aloqachi jamoasi rahbari hisoblanadi. Endi bizga bu yerdagi hammasi kerak emas, chunki bizni shartni bittasi qanoatlantiryapti. Ya'ni birinchi ID'dagi mana shu o'qituvchining jamoasini olamiz. Ya'ni faqat mana shu kerak bizga. Buni jamoasi algoritm. Buni jamoasi algoritm. Endi bu jadvaldan faqat bizga mana shu qator kerak bo'ladi xolos. Qolganlari kerak emas. Chunki bu yerda bizni masalan balki o'zi 4 ham misol uchun informatika oliy bo'lsa edi, bu yerdan 4 ni ham belgilab qo'yar edik. Lekin bu yerda o'zi shartni bajarmayapti, informatika oliy emas. Shuning uchun faqat bitta o'qituvchi algoritm jamoasini mana so'rov bo'yicha qanoatlantiryapti. Endi bu yerdagi guruhdagi mana demak bu yerda guruhni ID'si o'quvchilarni guruh ID maydon bilan bog'langan, deyapti. Jadvaldan, sxemadan bilyapmiz buni bog'langanini. Va bu degani mana bu yerdagi guruh ID, mana bu yerdagi mana guruh ID bu bog'langan, demak mana bu yerdagi demak o'quvchilarning guruh ID'si bilan bog'langan. Ya'ni bu nima degani? Bog'langan degani bu degani mana bu yerdagi ID raqamlar 1 2 3 4 5lar mana bu yerda berilgan degani. Bog'langan. Ya'ni mana shu ikkita ustun o'zaro demak bog'langan bo'ladi va bu yerdagi guruhlarning, jamoalarning tartib raqamlari mana bu yerda keltirilgan mana. Ya'ni masalan birinchi algoritm jamoasidan masalan
e, 3 kishi mana kelgan. Keyingi masalan ikkinchi dasturchi jamoasidan misol uchun ikki mana bu yerda bor masalan, e, bitta ekan masalan bitta o'quvchi kelgan. Va hokazo mana to'rtinchi masalan jamoa kompyuterda masalan bir masalan ikkita kishi kelgan. Mana shunday ketyapti. Endi bizga faqat birinchi jamoa algoritm jamoasidan qatnashgan o'quvchilar kerak. Chunki qolganlar shartni qanoatlantirmaydi. Faqat algoritm bo'lgan, ya'ni birinchi IDda turgan mana bu birinchi IDda turgan o'quvchilarni sanaymiz. Yani birinchi IDda mana bu turibdi mana. Abdullayev Ra'no. Yana mana bu yerda bor. Birinchi IDdan va mana bu yerda bor. Qolganlari olmaymiz. Demak, Abdullayev Ra'no matematikadan qatnashgan, Ahmedova Dilbar matematikadan qatnashgan, Avezova Marhabo ingliz tilidan qatnashgan. Demak, bu degani bizda ikkita o'quvchi matematika fanidan kelgan va bitta o'quvchi demak bizga ingliz tilidan qatnashgan hisoblanadi. Ingliz tili fanidan qatnashgan. Javob ana shunday. Bizga aytyaptiki, qaysi fanlardan o'quvchilarning qaysi fanlarda musobaqaga ishtirok etganini toping deyapti. Demak, ikkita o'quvchi matematika fanidan kelgan. Ya'ni mana shu Abdullayeva bilan Ahmedova, Avezova, Marhabo ingliz tilidan qatnashgan hisoblanadi.